Assalomu alaykum birodarlar, sog' salomatsizlar va hamda meni yuragimda va qalbimda bo'lgan obunachilarim, sizlar ham zo'rmi? Barchangizni yaxshi ko'raman. Do'stlar, jigar gepatozi va buksadagi yog'larni tushunyapsizlarmi? Eritish uchun bir mahsulot ko'rsatamanki, barchangizni uyingizda bor. Qani toniy olasizmi-kan? Mana. Podorожник. Mana bu urug'i deymiz-ku, ko'ryapsizmi? O'mbakchasi. Ana shuni 10 tadan 15 tagachasini olasiz, 1 litr mil qaynab turgan suvga solib, idishni og'zini yopib, yana bir 5 daqiqa qaynatib yuboring, bo'lsa bo'lsin. Sizdirib olasiz, 3 mahal ovqatdan oldin iste'mol qilaverasiz. Gepatoz va buksidagi yog'lar hamda yutal-putal ichki kolit, yara, chaqa, ichaklarda muammosi bormi, hazmsizlikmi? Bronxitmi, zotiljammi davolamasdan qo'ymaydi. Buni men karislarni profildan olib, aynan sizlar uchun buni do'stlar. Karis tilini biladigan bir muallimga perevod qildirdim. Qarabsizki, shu ma'lumotlarni oldim. Ishlaringizga omad, sog' salomat bo'lasiz. Allohga omonat, xayr. Asosi o'zingizdan.